Endiliklerimiz öğrendik hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash Palatasi Davlat Mudofaasiga huquq berish qonun loyihasida Jungoni tahdid deb ko'rsatdi mavzuli xabar 5-oyning 26-kuni Van Vitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Davlat Majlisi Kengash Palatasi Harbiy ishlar komiteti haftaning 4-kuni, ya'ni 5-oyning 23-kuni 2019 yillik Davlat Mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qullab, davlat mudofaasini 700 milliard 160 million dollarlik xom chot bilan ta'minladi. Kengash palatasining bu loyihasi Avom palatasini ishiltishi, Jungo bilan Rossiyani Amerika va uning ittifoqdoshlari duch kelgan tahdid deb hisoblanadi. Amerika Davlat Majlisi Kengash Palatasi Harbiy ishlar komiteti payshanba kuni ma'qullagan 2019 yillik davlat mudofaasiga huquq berish loyihasi, ya'ni Jungo va Rossiya strategik raqobatchiga qaratilgan konkret tadbirlarni o'z ichiga olib, savdo tijorat qonun nizomlarini tizginlashni kuchaytirish. Amerika Davlat Mudofaasining Jungoning ikki cho'ng texnika shirkati Huawei va Zhongxin ishlab chiqargan mahsulotlarni ishlatishni va o shirkatlar bilan aloqa munosabatda bo'lishni cheklashni talab qildi. 2019 yillik davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi har yili shunday ma'qullaydigan qonunlarning biri. Bu yil Kengash palatasining davlat mudofaasi huquq berish loyihasi 6-qatam vazifaga uda tayinlangan Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata a'zosi, Kengash Palata Qurolli qismlar komitetining raisi va Vyetnam urushi qahramoni John McCainning ismi bilan ataldi. Reuters agentligi 5-oyning 25-kuni xabar qilib, bunday ko'rsatdi. 2019 yillik davlat mudofaasi huquq berish loyihasi Amerikaning torbat hujumlariga taqobil turish. Amerikaga hujum qilayotganlarga torbatda taqobil turish. Iqtidorni kuchaytirish planini o'z ichiga oldi. Loyihada Amerikaning davlat kuchini ishlatib, o'rinlashtirishga bo'ladigan kuch ishlatib, torbat hujumiga taqobil turishi talab qilindi. Jumladan o'zimizning torbat iqtidorimiz bilan har qanday torbat hujumlariga tahdid selash va zarba berishlarni o'z ichiga oladi deyildi. Bu qonun loyihasi Jungo Amerikaga tahdid paydo qildi deb ta'kidlanishiga kelsak, bu qonun loyihasida Jungo Amerikaga tahdid paydo qildi deb ta'kidlanishiga kelsak, Amerikaning bilim xazinasi Landi shirkati Jungo masalasi mutaxassisi Dilok Gressman bunday ko'rsatdi. Yaqinqi 1 yildan beri Amerika Jungo munosabatining jiddiylish omillari ko'paydi. Amerikada siyosiy sohadagilar va tahlilchilar borgan sari Jungoni tahdid deb qarashga boshladi. Biz ko'rib yetdikki, yaqinqi 1 yildan beri Amerika taraf Jungoni borgan sari Amerikaga tahdid deb tasvirlashga boshladi. Balki 1 yil burun Amerika hukumati tarqatgan davlat mudofaa hujjatlarida Jungo raqobatchi deb ataldi. Men o'ylayman, Jungo yaqindan beri Janubiy dengizni harbiylashtirdi. Jungo Amerika savdosi talash tortishni kuchaytirdi. Hamda Jungo xalqaro sahnada Tayvanga besim selishni kuchaytgan bir qator masalalar Amerikada siyosat sohasidagilar va tahlilchilarning Jungoni tahdid deb qarashini tahamo ilgari surdi. 2019 yillik davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasi bir necha oydan keyin qonun bo'lib o'tirg'i chiqdi. Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti ma'qullagan bu qonun loyiha butkul senatorlarning o'zgartirish tasdiqlashidan o'tgandan keyin ondan qonun bo'lib o'tirg'i chiqdi. O'xshashli bu qonun loyihaning Kengash palatasi nusxasi Avom palata nusxasi bilan moslashishi kerak. Avom palata nusxasi mush haftaning 4-kuni 351-66 bilat bilan ma'qullandi qonun loyiha. Amerika Jungo munosabatining hozirgi holati to'g'risida
Fransiya agentligi cuma günü, yani 5. ayının 25. günü bunda xabar qildi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.